Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Yo, o'zingni unaqang yo'q bola. Ana mana qildim-da. Mayli iftorlikka amlar aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina amna qilib qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni anaqa qilib turib qilaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, ana nima qilamiz shunda? Yo, hali uni anaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga ana qilmadingiz-ku? Yo, men uni anaqa qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib anaqa qilib tashlashim bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha ana qilaylik dedim. Ana nima qilding? Ana uni tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqasidan qilsa anaqalari ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana Babi. Oq kiyimlarni anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyaning xomashosida anaqa qilingan ekanda bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina anaqa qilib tura qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Ha, sizlar anaqa o'ylaydinglar-ku, ha? Qo'shni bir oy oldin ana oluvdingiz, ana qiling endi, ana bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Ana qilmay qo'shni anonizga siqsa ana qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgan, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jonon.